Assalomu alaykum hormaylar. Mana hozir mana shu yangi obyektimizni ishni boshlab oldik. Hozir gipskarbon qoqmoqmiz. Xudo xolisa bitta elektriklarga iltimosim bo'lardi. Mana shu hozir ko'rsatib o'taman. Mana shu yerda orasini reykamizni qoqmoqmiz, karkazni. Mana shu o'rtadan simlarni tortib tashlashgan. Shuni shu devorimni oldidan ovorsa yaxshi bo'lardi. Mana bunaqa qilib hozir qiynalyapmiz. O'zim ham bitta agna bezopasnost bor. O'rtadan tushib turibdi u ham. Buni o'zi ham xalal beryapti. Mana mana shu simlar. Mana koridorda mayli iloji bo'lmagan. Mana bu ham xuddi shunaqa ish bo'lgan. O'rtadan. Shuni bundoq devorni chetidan olib o'tib ketsanglar, gipskarbon qoqayotganlar ham qiynalmaydi. Mana patologning o'rtasidan tortilgan. Shu gipskarbon qoqayotganda ozgina qiyin bo'ladi shu. Hozir hammasini yechib, osiltirib tashlab to'g'rilaymiz. Elektriklarni ham o'zini mana mehnat. Elektriklardan iltimos qilardim. Keyin qilayotgan joyingizda ishlarda e'tiborli bo'linglar. Obuna bo'lib, o'zingizning fikringizni izohda qoldirish esingizdan chiqmasin. Sog' bo'linglar.